Assalomu alaykum, hurmatli briefing ishtirokchilari, qadrli tadbirkorlar. Barcha sohada bo'lgani singari o'zbek tilining nufuzi va mavqeini oshirish borasida mamlakatimizda, viloyatimizda, jumladan Qo'shtepa tumanida ham muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, har birimiz ona tilimizga bo'lgan ehtirom va sadoqatni ona vatanimizga bo'lgan ehtirom va sadoqat deb qabul qilishimiz kerak. Shu munosabat bilan tumanimizda faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlarga murojaat qilmoqchiman. Har qanday mahsulotni ommaga tanishtirishda reklamaning o'rni beqiyosdir. Reklama tadbirkorning kelajagi hisoblanadi. Reklamasiz tadbirkorlikni rivojlantirib bo'lmaydi. Shu boisdan mamlakatimizda reklama to'g'risidagi ishlarni tartibga solish maqsadida 2022-yil 7-iyunda O'zbekiston Respublikasining reklama to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun 53 moddadan iborat. Uning 6-moddasi reklamaning tili bo'lib, unda reklamaning qanday tilda berilishi aniq ko'rsatilgan. Unga ko'ra, mamlakatimizda reklama faqat davlat tilida berilishi belgilangan. Agar reklama boshqa tillarda ham takrorlansa, u asosiy ma'noni buzmasligi, uning matni asosiy matndan kichik hajmda bo'lishi zarur. Tashqi reklamalarda boshqa tillardagi tarjimalar umumiy reklama maydonining 40% dan oshmasligi va davlat tilidagi matnidan pastda joylashtirilishi zarur. Hurmatli tadbirkorlar, ushbu qonunning 47-moddasida reklama to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun jarimalar qo'llanilishi belgilangan. Jumladan, taqiqlangan mahsulotni reklama qilish bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha, nomaqbul reklama yoki reklamani asossiz rad etish esa bazaviy hisoblash miqdorining 70 baravarigacha, tashqi reklama va axborot joylashtirish tartibini buzganligi uchun esa bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha, bolalarga oid va dori vositalariga oid reklama tartiblarini buzganligi uchun esa bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha jarima qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Yuqorida ko'rsatilgan qonun talablari ijrosini ta'minlash maqsadida Qo'shtepa tumani hududidagi yo'l yoqalariga joylashgan, bino va inshootlarga joylashgan tashqi reklamalar, tashqi targ'ibot vositalari va boshqa axborot matnlarining yozilishi va qonunda belgilangan tartib asosida joylashtirilishi tuman ishchi guruhi tomonidan muntazam tahlil qilib borilmoqda. Tahlillar davomida 10 dan ziyod tashqi yozuvlar xatolardan tozalanib, davlat tili va reklama to'g'risidagi qonunchilik talablariga muvofiqlashtirildi. Bu kabi ishlarimiz bugungi kunda ham jadallik bilan davom etmoqda. Hurmatli tadbirkorlar, reklamangizni joylashtirishda qonun talablariga rioya etishingizni so'rayman. Zero davlat tilida savodli, mazmunli va qonuniy reklamalarni tayyorlash har birimizga yuklatilgan mas'uliyatdir. E'tiboringiz uchun rahmat.